Barchaga assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Marg'ilon shahrida bir xonadonimizni mebel to'plamlari bilan to'ldirib berdik. Undan oldin bu chiroyli go'zallikni sizlar bilan baham ko'rmoqchi bo'ldim. O'zlaring ko'ringlar, baho beringlar, niyat qilganlar like va podpisatsiya bosinglar. Ayniqsa musofirda yurganlar hammaga shunaqa chiroyli xonadonlar nasib qilsin. Ichkarilarda nima qildik, nima tayyorlab berdik, shular bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Bu yerda sirasi kirishida zal joylashgan, koridor. Koridor chap taraf ham, o'ng taraf ham mebel, yumshoq mebeldan iborat. Birinchi shu yumshoq mebelimizdan boshlaylik. Bu yumshoq mebelimiz ugalok deydi, jaydaricha deydimi, qana deydi. Oddiy qilib aytganda, bu ugalogimiz 2,5 ga 4,5 razmerda 15 ta 16 ta odam bemalol sig'adi, faqat standart insonlarda. Yoshi katta gavdali insonlarda 10 ta 12 tagacha sig'adi. Tikilishlari ichidagi nima deydi? Paraloni, pamperslari mustahkam. Materiallarimiz ham neobishniy materiallardan, standart materiallardan emas, bemalol cho'kib qolmaydi. Bemalol ko'p yillar xizmat qiladi. Stolimizga keladigan bo'lsak, MDF dan tayyor bo'ldi. Chekkalari avvalni bo'lgan, kraska ishlatilgan. Endi bu yoqqa kiradigan bo'lsak, mijozimizni, klientimizni talabidan kelib chiqib turib, bu yerga bolalar xonasiga, ya'ni 3 ta farzandim bordi, 3 ta farzandiga shkaf, bu yerga 3 ta kravat tayyorlab berdik. Bu yerga dars stolini tayyorlab berdik, kitob shkaflarini qilib berdik. Mijozimizni talabidan kelib chiqib, klientimizni talabidan kelib chiqib, bu yerda parta bo'lishini xohladi. Shu taklif bilan chiqdi. Bu yerda parovoy otopleniyasi bor edi. Shuni ko'rinmaydigan qilib bering deydi. Ko'rinmaydigan holatga olib kelib bering deydi. Tayincha ko'tardikda, sal ko'tarib turib, skvoznoy, ya'ni issiq havo aylanishi uchun bu yerga chiroyli setkachalarni qo'yib berdik. Faqat qishda kerak bo'ladi. Bu yerga kitoblarni joylagani, ya'ni klientimizni farzandlari nima deydi, kitobni yaxshi ko'rishar ekan, shuning uchun ochiq va yopiq holatda chiroyli qilib shkaf tayyorlab berdik. Mexanizmlari yaxshisidan, ruchkasi yaxshisidan, temirli ruchkalardan. Chekkalarini apparatda chiroyli qilib PVX qilib, ko'chib ketmaydigan qilib bosib berganmiz. Matraslarimizga keladigan bo'lsak, ko'pchilikni qiziqtiradigan savollar: matras qanaqa deydi? Matrasimiz original matrasda garantiya yozib beramiz. 3 yil garantiya yozib beramiz. 3 oyda u qismini, 3 oyda bu qismini bemalol aylantirib ishlatishlaring mumkin. Bu degani 5 yil xizmat qiladigan 10 yil xizmat qiladi, 10 yil xizmat qiladigan matrasingiz bemalol 20 yil xizmat qiladi. Bu yerda 3 ta farzandiga bir xil bo'lish uchun, seniki katta, meniki katta bo'lib qoldi, kichkina bo'lib qoldi, yo'lmasam har xil bo'lib, har xil bunaqa chiqmasligi uchun bu shkafimizni 3 qismga bo'lib berdik. Ya'ni har bitta farzand uchun bu yerga vishilka, головной ubor qo'ygani, alohida polka, bu yerga polkalar, bu yerga tortmalar, mana mexanizmlarni yaxshisidan qo'yib berdik. Mana o'zi yopilib, taraq deb haligi shovqin solmaydigan oshiq-moshiqlardan qo'yib berdik. O'zimizning tilda aytganda. Bu tomoni ham xuddi shunaqa, mana vishilkadan iborat polkalar, bu yerda ikkita tortma. Bu taraf ham xuddi shunday. Tortma, polka, vishilka, головной ubor uchun joy. Tepalari antresolniy bo'ldi. Sezonli narsalarni bemalol, misol qishda yozga, yozda qishga buyumlarini, narsalarini, kiyimlarini solib qo'yadi, xalaqit qilmaydi, chochilib yotmaydi. Oshxonaning oxirida ko'rsataman, oshxonaning bitmagan joylari bor. Bu taraf ham xuddi shunday. Bu yerga ham mijozimiz talabidan pardalariga xonani tuzilishidan qarab, nima deydi? Tuzilishidan kelib chiqqan holda chiroyli qilib bunaqa ugalok qilib berdik. Bu ham xuddi shunaqa stollari MDF dan, ugalogimiz 2,5 ga 4,5 razmerda, xuddi shunaqa 15-16 ta odam sig'adi. Pardalariga, xonaga o'ylaymanki, sizlarga ham yoqdi, qandillariga, ya'ni lyustralariga chiroyli tushgan. Sizlarga ham nima deydi, ma'qul keldi. To'g'ri, hammani didi har xil. Lekin kamchiliklarimiz bo'ladigan bo'lsa, to'ldirish uchun kommentariya qoldirishlaring mumkin. Bu yerda klientimiz o'zi uchun spalniy kravat. Bu spalniy kravatimiz 1.60 ga 2.20 razmerda bo'ldi.
tayyor bo'ldi. Mijozimizning talabidan kelib chiqqan holda fasonini tayyorlab berdik. Aslida bu tryumoyimiz bu joyga joylanishi kerak edi. Dizayner bu yerga soatni ilib qo'yibdi, nima edi? Dekorativniy, chiroyli chiqishi uchun shkafimizni bu yerga joylab berdik. Aslida shkafimiz fasoni boshqacha edi. Mijozimiz, klientimiz o'ziga moslab shu yerga televizor qo'yaman deb shu o'rtani ochiq qoldi. Ko'pchilik savol tug'ilishi mumkin, nimaga o'rtasi ochiq qoldi, shu chekkasi ochiq qoldi deyishi mumkin. Klientimiz o'ziga moslab oldi. Bu yerga keladigan bo'lsak, chiroyli qilib buni nima deydi, eshikcha qilib berdik. Kupe holatdagi suriladigan. Bu yerda parovoy отопленияni nima deydi, topli polni ligrovka qiladigan mexanizmlari bor ekan. Shuni ko'rinib turmasligi uchun shunaqa holatda bekitib berdik. Bu yerda mijozimizni endi sanuzelli joylashgan, biroq sanuzelni ochmay qo'yamiz. O'zlaringiz tushundilaring. Chiroyli xonalariga hamma yoqqa nima deydi, klientimiz yaxshi e'tibor qaratgan, ranglariga, fasonlariga, lyustralariga. Hammalaringga shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Ko'pchilik yangi uy solaman, nima deydi, uyli joyli bo'laman deb chet ellarda yuribdi. Hamma ayniqsa musofirda yurganlarga shuna tilak bildiraman, chunki ko'p savol chiqadi. Uy solyapman, shunaqa mebel bilan to'ldirishim kerak deb maslahatga chiqishadi. Shuning uchun hammalaringga yaxshi niyat bildirmoqchiman. Bu yerga kuxnya tayyorlab berdik. Bitovoy texnikalari hali kelgan yo'q. Hali xudo xolasa u qismini ham chiqaramiz. Bu yerga xolodilnik, kir mashina, gaz plitasi, bu yerga idish nima yuvadigan mashinasi nima qiladi? Nima edi? O'rnaydi. Sushilka, moyka, buni ham mexanizmlarni yaxshidan qilib berdik. Materiallari ham misol internet kuzatayotgan bo'lsalaring, neobishniy materialdan, noodatiy materiallardan salgina qimmatroq, mijozimiz talabidan kelib chiqqan qimmatroq materiallardan ishlatdik. Mexanizmlari yaxshi, antresonli qildik. Hali bu bitgandan keyin yana bitta obzor qilamiz. Xudo xolasa sizlarga yana ham ma'qul keladi degan umiddaman. Bu stolimizdan rosa nima deydi? Talab ko'p, har xil rangidan. Nimagaki bu stolimizni chekkalarini avvalning narxini aytib ketib qo'yay deydimi, nima deydi? Narxini siraz aytib ketaman. Haligi like bosing, podpisatsiya bosing oxirida demaymiz. Buni narxi 3 million so'm. Dastavkamiz Farg'ona ichi bor. Dastavka mavjud. Xudo xolasa murojaat qilinglar. Nima deydi? Kelishamiz sizlar bilan. Talabga qarab turib. Bu stolimiz afzalliklari, chevarlarimiz yaxshi, chevarlarimizda tikilgan. Nima deydi? Mana bu materiallari yaxshi, mustahkam, parallollari cho'kib qolmaydi. Xudo xolasa, oyoqlari temirdan. Buni oyoqlarini temirdan qilishimizdan maqsad stolimiz ham temirdan. Va ko'pchilik o'tirganda surib o'tiradi. O'zida endi refleks holat deydim, o'shunda taxtali oyoqlarda sinib ketmasligi uchun temirdan tayyorlab berdik. Taylariga noshkachalari ham bor. Kafelni shilib qo'ymaydi. Misol laminat pollarda ham shilib qo'ymaydi yoki nima o'yib qo'ymasligi uchun tagida noshkachalari bor. Shu savol ko'pchilikni qiziqtirgani uchun. Endi sizlarni podvalga tushiraman. Podvalda ham chiroyli nimalarimiz bor. Bu podval qismini klientimiz o'zi uchun tayyorladi. Bu divan kreslo, oshna og'aynisi kelganda, do'stlari kelganda yoki televizorda qo'yib yoki ish bo'yicha bemalol maslahatlashib o'tirgani bu divan kreslolarni chetga tayyorladi. Hech kimga xalaqit qilmagan holatda tinchgina o'zini yaqinlari bilan o'tirish uchun. Klientimizni tushunishim bo'yicha bu yerga ko'proq do'stlari, ish yuzasidan kelganlar bilan chiroyli qilib gaplashib o'tirgani o'ziga xona qilib qo'ydi. Endi klientimizni tushunishimcha mehmondo'st inson, o'zi ham yaxshi inson. Bu yerga shkaf, ikkita spalniy kravat tayyorlattirdi. Haligi oddiygina qilib tayyorlattirmadi, ranglarini bir-biriga mosladiki, nimaga mosladi? Kelgan mehmonlar o'zini komfort his qilishi uchun, hattoki matraslarda ham original, sog'liqqa foydali original matrasda, garantiyali matraslardan buyurtma berdi. Nima deydi? Ranglarni ham yorqin, chiroyli, hammaga yoqib ketadigan ranglarda qildi. Pishiqliklari ham yaxshi, fasoni ham, razmeri kattaligi shu, har xil inson keladi. Standart odamlar bor, gavdali odamlar bor, arvoq semiz degandek. Shunaqa insonlar uchun katta tayyorlattirdi. Bu kravatlarimiz universal holatda. Bu yerda shkafimiz, bu yerda polkasi, vishilkasi, o'rtada polkasi, kupelik, relislik. Ko'rib turganlaringdek juda bejirim chiqdi.
O'zlaringiz ko'rib baho beringlar, like bosinglar, fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali yangiliklarimiz, Xudo xolasa o'ylaymanki, hali oldinda. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etsalarning yangiliklari chiqaraveramiz. Bizga murojaat qilinglar. Xudo xolasa sifati bilan, narxi bilan sizlarga ma'qul keladi.